Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim, ayniqsa pensionerlar, ularning farzandlari va oilasida keksalari bor insonlar uchun bevosita ahamiyatli bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap 1 iyuldan boshlab pensionerlar ayrim to'lovlardan to'liq ozod qilinishi haqidagi yangilik haqida ketmoqda. Bu oddiy xabar emas. Bu har oy daromadi cheklangan, pensiya hisobiga yashayotgan minglab oilalarning cho'ntagiga, kundalik xarajatiga, dori-darmoniga, kommunal to'lovga ta'sir qiladigan masala. Men bugun sizga bu o'zgarish nimani anglatadi? Avval qanday tartib bo'lgan? Endi nima o'zgaradi? Kimlar bundan foydalanishi mumkin? Kimlar esa ehtiyot bo'lishi kerak? Qaysi holatlarda imtiyoz avtomatik qo'llanadi? Qaysi holatda esa ariza bilan murojaat qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xatolar aynan hujjat topshirish, to'lov kvitansiyasini tekshirish va imtiyoz qaysi xizmatga tegishli ekanini noto'g'ri tushunishda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni kech bilgan odam ortiqcha pul to'lab qo'yishi mumkin. Men avvalo masalaning ildizini tushuntiraman. Pensioner odamning daromadi odatda barqaror bo'ladi, lekin ko'p hollarda yetarli bo'lmaydi. Pensiya har oy keladi, lekin narxlar, xizmat haqlari, dorilar, transport, kommunal xarajatlar o'zgarib turadi. Shu sababli davlat tomonidan pensionerlarni ayrim majburiy to'lovlar, yig'imlar yoki xizmat haqlaridan ozod qilish amaliyoti juda muhim ijtimoiy himoya chorasi hisoblanadi. Avvalgi tartibda ko'p joylarda pensioner ayrim to'lovlardan ozod bo'lishi mumkin edi. Lekin bu imtiyoz har doim ham avtomatik ishlamasdi. Masalan, kishi pensiya yoshida bo'lsa ham tegishli idora bazasida uning maqomi ko'rinmasa, undan to'lov talab qilinardi. Yoki pensioner biror xizmatdan foydalanayotganda. Xodim unga imtiyoz borligini aytmasligi mumkin edi. Natijada odam bilmaganidan pul to'lab qo'yardi. Keyin esa qaytarib olish uchun ariza, hujjat, navbat, tushuntirish, ba'zan bir necha marta qatnash kerak bo'lardi. Endi 1 iyuldan boshlab qabul qilingan yangi tartibning asosiy mazmuni shundaki, pensionerlar belgilangan to'lovlardan to'liq ozod qilinadi. Bu yerda eng muhim so'z belgilangan degan so'z. Chunki hamma to'lovlar emas. Aynan qaror yoki normativ hujjatda ko'rsatilgan to'lovlar nazarda tutiladi. Men buni alohida aytyapman, chunki ayrim odamlar pension endi umuman hech narsa to'lamayman deb noto'g'ri xulosa qilishi mumkin. Yo'q. Masala aniq ro'yxatga kirgan to'lovlar haqida ketadi. Avval pensioner ayrim xizmatlar uchun chegirma olishi, qisman ozod bo'lishi yoki faqat ma'lum toifadagi pensionerlar imtiyozdan foydalanishi mumkin edi. Endi esa yangi tartibda to'liq ozod qilish mexanizmi kuchaytirilmoqda. Ya'ni pensionerning zimmasiga tushadigan ortiqcha ma'muriy va moliyaviy yuk kamayadi. Buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling. Olim 80 yoshli otaxon har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U dori-darmonga 3,5 ming so'm, kommunal xizmatlarga 2,5 ming so'm, oziq-ovqatga 500 ming so'm atrofida sarflaydi. Endi yana biror davlat xizmati, hujjat rasmiylashtirish, ko'chirma olish yoki majburiy yig'im uchun 7 ming, 7 ming yoki 7 ming so'm to'lashga to'g'ri kelsa, bu uning budjetida sezilarli farq qiladi. Yosh odam uchun 7 ming so'm kichik tuyulishi mumkin. Lekin pensioner uchun bu bir haftalik non, yo'l haqi yoki qon bosimi dorisi degani. Yana bir misol. 72 yoshli ona uy-joy bilan bog'liq hujjatni rasmiylashtirmoqchi. Avval u xizmat haqi yoki yig'im borligini eshitib, farzandidan pul so'rardi. Ba'zan farzandi boshqa shaharda bo'ladi, ba'zan esa o'zi ham qiynalib yashaydi. Agar yangi tartibga ko'ra u shu to'lovdan ozod qilinsa, bu nafaqat pulni tejaydi, balki insonning ruhiy holatiga ham ta'sir qiladi. Keksalar uchun men birovga yuk bo'lyapman degan hissiyot juda og'ir. Imtiyoz esa ularga mustaqilroq harakat qilish imkonini beradi. Men bu ma'lumotni birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilar bilish kerak deb hisoblayman. Ya'ni belgilangan pensiya yoshiga yetgan, pensiya rasmiylashtirilgan va pensiya jamg'armasi tizimida pensioner sifatida qayd etilgan fuqarolar. Lekin faqat ularning o'zi emas, farzandlari ham bilishi zarur. Chunki ko'p hollarda pensioner ota-onalar hujjat ishlari, elektron xizmatlar, ariza yozish, idoraga murojaat qilishda farzandlariga suyanadi. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Barcha nogironlik nafaqasi yoki pensiya turlari bir xil huquq bermasligi mumkin. Ayrim imtiyozlar faqat yoshga doir pensionerlarga
ayrimlari esa barcha pensiya oluvchilarga qo'llanishi mumkin. Shuning uchun men doimo shunday maslahat beraman. Siz men pensionerman deb umumiy aytib qo'ymang, balki hujjatingizda pensiya turi qanday ko'rsatilganini tekshiring. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami? Mana shu farqlar amaliyotda muhim bo'ladi. Uchinchi toifa yolg'iz yashovchi pensionerlar. Ular ko'pincha yangiliklardan kech xabar topadi, internetdan kam foydalanadi. Ba'zan navbatda turganda nima so'rashni ham bilmaydi. Agar sizning mahallangizda yolg'iz bu yoki otaxon bo'lsa, ularga bu xabarni yetkazing. Chunki qonun yoki qaror qabul qilingani bilan odam undan foydalanmasa, amalda foyda ko'rmaydi. Agar sizning pensioner maqomingiz rasmiy bazalarda to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, pasport yoki ID kartangizdagi ma'lumotlar pensiya jamg'armasi bazasi bilan mos bo'lsa, ko'p hollarda imtiyoz avtomatik qo'llanishi mumkin. Bunday holatda sizdan ortiqcha hujjat talab qilinmasligi kerak. Lekin men baribir to'lov qilishdan oldin kvitansiyani tekshirishni maslahat beraman. Chunki tizim yangilanganda. Ayrim idoralarda dasturiy moslashuv kechikishi, xodimlar yangi tartibdan to'liq xabardor bo'lmasligi yoki eski shakldagi to'lov rekvizitlari ishlatilishi mumkin. Masalan, siz xizmatdan foydalanmoqchisiz va operator sizga to'lov ketganda 1000 so'm dedi. Siz darhol pul to'lamasdan, men pensionerman, iyuldan boshlab ushbu to'lov bo'yicha imtiyoz qo'llanadim, bazadan tekshirib bera olasizmi? deb so'rashingiz kerak. Bu oddiy savol, lekin ko'p hollarda ortiqcha to'lovning oldini oladi. Agar siz allaqachon pensioner sifatida ro'yxatda bo'lsangiz, alohida guvohnoma olib yurish majburiy bo'lmasligi mumkin. Chunki ko'plab xizmatlarda elektron ma'lumot almashinuvi ishlaydi. Ammo amaliy hayotda men har doim ehtiyot chorasi sifatida pensionerlik guvohnomasi, pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumotnoma yoki elektron nusxani telefonda saqlab yurishni tavsiya qilaman. Chunki idoraga borganingizda bazada ko'rinmayapti degan javobni eshitib qolishingiz mumkin. Birinchi misol. 56 yoshli erkak kishi biror rasmiy hujjat uchun davlat xizmatlari markaziga bordi. Xizmat haqi 6000 so'm deb aytildi. U yangi tartibdan bexabar bo'lsa, pulni to'laydi va ishini bitiradi. Keyin mahalladoshidan pensionerlar bu to'lovdan ozod qilinganini eshitadi. Endi u pulni qaytarish uchun yana murojaat qiladi, ariza yozadi, to'lov cheki kerak bo'ladi, qaysi xizmat uchun to'lamaganini isbotlaydi. Bu vaqt asab yo'l kiradi degani. Agar u boshidan men pensionerman, imtiyoz qo'llanadimi deb so'raganda ehtimol umuman pul to'lamasdi. Ikkinchi misol. 7000 yoshli ayolning nomida kichik hovli bor. U kadastr yoki uy joyga oid ayrim hujjatlarni tartibga solmoqchi. Farzandlari unga hammasi pullik bo'ladi deb o'ylab ishni kechiktiradi. Aslida esa belgilangan to'lovlardan ozod qilish qo'llansa, u hujjat ishlarini yengilroq hal qilishi mumkin. Bu nafaqat hozirgi muammo, balki kelajakdagi meros oldi sotda hadya yoki rasmiylashtirishdagi nizolarning oldini oladi. Uchinchi misol. Pensioner kishi dorixonaga, poliklinikaga yoki boshqa xizmat ko'rsatish joyiga borganda ham har bir imtiyoz alohida tartib bilan belgilanadi. Men bu yerda juda muhim nuqtani aytaman. Bir sohada imtiyoz berilishi boshqa sohada ham avtomatik imtiyoz bor degani emas. Agar qarorda aynan davlat boji, yig'im, xizmat haqi yoki ma'lum to'lov turi ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha to'lovga tegishli bo'ladi. Dorining narxi, xususiy xizmat haqi yoki bozor munosabatidagi to'lovlar alohida tartib bilan belgilanadi. To'rtinchi misol. Bir pensioner onaxon bank orqali biror to'lov qilmoqchi bo'ldi. Unga kassada umumiy summa aytildi. Agar to'lov tarkibida komissiya, xizmat haqi va asosiy to'lov bo'lsa, qaysi qismi imtiyozga tushishini alohida aniqlash kerak. Chunki ba'zan to'lovdan ozod deganda davlat boji nazarda tutiladi. Lekin bank komissiyasi alohida bo'lishi mumkin. Shu sababli kvitansiyada har bir bandni o'qish kerak. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Har qanday imtiyozning istisnolari bo'ladi. Men tomoshabinlarimiz noto'g'ri tushunib qolmasligi uchun buni batafsil aytaman. Birinchidan, imtiyoz faqat rasmiy pensioner maqomi mavjud bo'lgan shaxsga tegishli bo'ladi. Ya'ni pensiya yoshiga yaqinlashgan, lekin hali pensiya rasmiylashtirmagan odam bunday imtiyozdan foydalana olmaydi. Masalan, erkak kishi pensiya yoshiga yetgan bo'lsa-yu, hujjatlarni topshirmagan bo'lsa, tizimda u pensioner sifatida ko'rinmasligi mumkin. Ikkinchidan, imtiyoz boshqa shaxs nomidan foydalanilganda qo'llanmasligi mumkin. Masalan, hujjat pensionerning o'zi nomiga emas, uning farzandi nabirasi
yoki boshqa qarindosh nomiga rasmiylashtirilayotgan bo'lsa, uyda pensioner bor degan asos yetarli bo'lmaydi. Imtiyoz odatda xizmat oluvchi shaxsga bog'lanadi. Agar xizmatdan foydalanayotgan shaxs pensioner bo'lsa, imtiyoz bor. Agar xizmat boshqa odam nomiga bo'lsa, to'lov talab qilinishi mumkin. Uchinchidan, xususiy tashkilotlar bilan bog'liq holatlar. Davlat belgilagan to'lovdan ozod qilish xususiy korxonaning barcha xizmatlarini bepul qilish degani emas. Masalan, xususiy notarial, maslahat, transport, tibbiy yoki servis xizmatlarida alohida narx siyosati bo'lishi mumkin. Agar qonunda aniq majburiyat qo'yilgan bo'lmasa, xususiy tashkilot mening xizmatim pullik deyishi mumkin. Shuning uchun pensionerlar davlat xizmati, davlat boji majburiy yig'im va xususiy xizmat narxini farqlash kerak. 4-dan, sana masalasi. Iyuldan boshlab degani, odatda shu kundan keyin yuzaga kelgan to'lov majburiyatlariga taalluqli bo'ladi. Agar siz 20 iyunda to'lov qilgan bo'lsangiz, keyin iyuldan imtiyoz kuchga kirgan bo'lsa, avtomatik ravishda eski to'lov qaytariladi deb o'ylamang. Qaytarish masalasi alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Agar to'lov xato undirilgan bo'lsa, boshqa gap. Lekin sana bo'yicha qonuniy undirilgan to'lovni qaytarish har doim ham mumkin bo'lmaydi. 5-dan, qarzdorlik masalasi. Ayrim pensionerlar to'lovlardan ozod qilindi degan xabarni eshitib, avvalgi qarzlarim ham bekor bo'ldi deb o'ylashi mumkin. Bu juda xavfli xulosa. Imtiyoz belgilangan kundan boshlab va belgilangan to'lov turlariga nisbatan qo'llanadi. Avvalgi qarzdorlik, jarima, penya yoki boshqa majburiyatlar alohida tartibda hal qilinadi. Agar sizda eski qarz bo'lsa, uni albatta tegishli idora bilan aniqlashtiring. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning pensioner maqomingiz rasmiylashtirilganini tekshiring. Buning uchun pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli elektron xizmatlar orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Agar pensiya tayinlangan bo'lsa, lekin ma'lumotlaringizda xatolik bo'lsa, masalan, ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport seriyasi yoki jasashir noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, imtiyoz qo'llanmay qolishi mumkin. Ikkinchi qadam, to'lov qilishdan oldin savol bering. Har qanday idorada, kassada yoki markazda shunday deng: pensionerman. Iyuldan pensionerlar uchun to'lovdan ozod qilish tartibi qo'llanadimi? Mening ma'lumotini ba'zan tekshirib bera olasizmi? Bu savolni berishdan uyalmang. Bu sizning huquqingiz. Xodim ham sizga tushuntirish berishi kerak. 3-qadam, hujjatlarni tayyor tuting. Men odatda quyidagilarni tavsiya qilaman. Pasport yoki ID karta, pensionerlik guvohnomasi bo'lsa, uning asl nusxasi yoki rasmi. Pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumotnoma, telefon raqamingiz. Agar vakil orqali murojaat qilsangiz ishonchnoma. Agar farzandingiz sizning nomingizdan ish yuritayotgan bo'lsa, oddiy bu mening o'g'lim degan gap har doim yetarli bo'lmaydi. Rasmiy vakillik kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam, kvitansiyani tekshiring. Agar sizdan baribir pul so'rashsa, kvitansiyada to'lov nomi nima deb yozilganiga qarang. Davlat boji, yig'im, xizmat haqi, komissiya, jarima, qarzdorlik degan bandlar bir-biridan farq qiladi. Imtiyoz aynan qaysi bandga tegishli ekanini aniqlashtiring. Agar xodim umumiy to'laysiz desa, yozma asos so'rang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. 5-qadam, ortiqcha to'lov qilingan bo'lsa, ariza yozing. Arizada kimga murojaat qilayotganingizni, o'zingizning FIO, pasport ma'lumotlari, telefon raqami, qaysi sana va qaysi xizmat uchun to'lov qilganingiz, nima sababdan qaytarishni so'rayotganini aniq yozing. Arizaga to'lov cheki, pensiyalikni tasdiqlovchi hujjat nusxasi, bank karta yoki hisob raqami ma'lumotlarini ilova qiling. Arizani topshirganingizda kirim raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi olishni unutmang. 6-qadam, javobni kutish muddatini nazorat qiling. Har bir murojaatning ko'rib chiqilish muddati bo'ladi. Agar belgilangan muddatda javob kelmasa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki murojaatlar portali orqali qayta murojaat qilish mumkin. Men doimo hujjatlarni rasmga olib saqlashni maslahat beraman. Chek yo'qolsa, ariza nusxasi bo'lmasa, keyin o'z haqingizni isbotlash qiyinlashadi. Birinchi xato xabarni eshitib, aniq ro'yxatni tekshirmaslik. Odam pensionerlar to'lovdan ozod qilindi degan jumlani eshitadi va hamma joyda shunday deb o'ylaydi. Aslida esa qaysi to'lov, qaysi idora, qaysi xizmat, qaysi sanadan boshlab, qaysi toifadagi pensionerlar uchun degan savollar bor. Shuning uchun har safar aniq xizmat bo'yicha so'rash kerak. 2-xato hujjatsiz borish.
Ba'zi pensionerlar mening yoshim ko'rinib turibdi-ku deb o'ylaydi. Lekin imtiyoz yoshga qarab ko'z bilan emas, hujjat va elektron baza orqali beriladi. Siz 7000 yoshda ko'rinsangiz ham tizimda ma'lumot chiqmasa, xodim darhol imtiyoz bera olmasligi mumkin. Shu sababli hujjatni tayyor tutish zarur. Uchinchi xato, ortiqcha to'lovni vaqtida talab qilmaslik. Agar bugun xato to'lov qilsangiz, ertaga murojaat qilish osonroq. Oradan 3 oy, 6 oy o'tib ketgach, hujjat topish, xodimni aniqlash, to'lov asosi tiklash qiyinlashadi. Shuning uchun men bugun to'ladingizmi? Bugun tekshiring deyman. 4-xato, qarindosh nomidagi xizmatga imtiyoz talab qilish. Masalan, uy farzand nomida, lekin uyda pensioner ona yashaydi. Hujjat farzand nomiga rasmiylashtirilsa, imtiyoz qo'llanmasligi mumkin. Buni oldindan aniqlashtirish kerak. Aks holda idorada bahs bo'ladi, lekin natija chiqmasligi mumkin. 5-xato, og'zaki va'daga ishonish. Keyin qaytarib beramiz. Hozir to'lab turing. Imtiyoz hali ishlamayapti degan gaplar bo'lsa, albatta yozma izoh yoki rasmiy javob so'rang. Chunki og'zaki gapni keyin isbotlash qiyin. Siz hurmat bilan. Lekin qat'iy turishingiz kerak. Men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularni yolg'iz qoldirmang. Ular ko'pincha navbatda turishga, savol berishga, xodim bilan tortishishga uyaladi. Siz ularning hujjatlarini bir joyga jamlab qo'ying. Pasport nusxasi, pensionerlik ma'lumotnomasi, telefon raqami, bank kartasi, zarur bo'lsa ishonchnoma. Har safar idoraga borishdan oldin qaysi xizmat uchun borilayotganini aniqlang va imtiyoz bor yo'qligini oldindan so'rang. Agar ota-onangiz qishloqda yashasa, mahalla mas'ullari, ijtimoiy xodimlar yoki davlat xizmatlari markazi orqali yordam olish mumkin. Ayrim pensionerlar telefon orqali ham ma'lumot olishi mumkin. Lekin murakkab holatlarda hujjat bilan borish yaxshiroq. Eng muhimi, pensioner odam men tushunmayman deb ortiqcha pul to'lab yubormasin. Ularning har bir 1000 so'mi mehnat bilan topilgan, yillar davomida ishlagan davrining haqqi hisoblanadi. Demak, 1 iyuldan pensionerlar uchun belgilangan to'lovlardan to'liq ozod qilish tartibi katta ijtimoiy ahamiyatga ega. Bu pensionerlarning xarajatini kamaytiradi. Hujjat ishlari va xizmatlardan foydalanishda yengillik beradi. Eng muhimi, keksalarning huquqlarini amalda himoya qilishga xizmat qiladi. Lekin imtiyozdan to'g'ri foydalanish uchun pensioner maqomini tekshirish, hujjatlarni tayyorlash, to'lovdan oldin savol berish, kvittansiyani o'qish va kerak bo'lsa yozma ariza bilan murojaat qilish shart. Men sizdan iltimos qilaman. Bu ma'lumotni oilangizdagi pensionerlarga, qo'shnilarga, mahalladagi keksalarga yetkazing. Kommentariyada yozing. Sizning hududingizda pensionerlardan hali ham qaysi to'lovlar talab qilinyapti? Imtiyozlar amalda ishlayaptimi yoki muammolar bormi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizlarga pensiya, imtiyoz, nafaqa, kommunal to'lovlar va fuqarolik huquqlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman. Oqartirgan huquqdan foyda yo'q, agar odam undan bexabar qolsa. Shuning uchun xabardor bo'ling. Huquqingizni biling va ortiqcha to'lov qilib qo'ymang.